Assalamualaikum, kanallar yaxshimi? Men bugun sizlarga eng oddiy usulda, eng oddiysi bu, yana boshqa usullarmi bor? Eng oddiy usulda uyimizda kir yuvish sopini yasab usul demoqchi. Bu kiyimlarni bek parkis chiqaradi ham. İnsanlarda bo'lishi mumkin. Vatanda biz ilgari men 10 yil oldi, 10 necha yil oldi, 13-14 yil oldi vatanda vaqtimda. Bir sariq bir sopun bo'ladi, qattiq shuni uydagilar qirg'ishda qaynoq suvga chilab ananiga yuvaydi. Hozirgidek unda teshikga sopun soladigan kirog'lar yo'qdi. Ichiga bevaslam qildigan kirog'lar batdi. Shunaqa holat qiladi, kiyimni ajoyib paket chiqardi. Hozir biz shunga o'xshash sopun qilmoqchi, ya'ni teshikga soldigan, ammo qaynoq suvga chiqarmaymiz. Oldi bilan mana bu kalib sopuni deydi. Buningki eqimi bor, yeshilisimi bor. Mende bası yeşilisimi bakken ama sal nem tatıp kaptıkken bunu kırışan kolaysı olmasında bu sarıqını işleteydi dedim. Adı bilen bu sarıqını kırgıçta, ondaki halette bu kırgıçın bilen kırıp alayım. Mana ben bu usulda azlam kıldım, size köstüş için yarımını kıldım desem buldu. Hem de bunun ben bir koşuk etrafıda suda töktüm, bir katımlık bulgandıkken. Yani mana bu halette buldu. Belki bulmasam avval men mushi qirib olgan so'pinlarni mashinaning ichiga silib, tepsiga suda to'ksam bo'ladi. Mana suda bilan aralashtirdim. Tezra ustida aralashtirdim mana. Buni mesela kiyimlarni yuvib ko'ksitib hozir. Men sizlarga bu so'pinning kuchini ko'rsatish uchun özellikle dasturxonni yuvib chiqishni to'g'ri ko'rdim. Ko'rdinglar, bu taraflarda dog'lar bor. Men mush oqni yuvib ko'ksitib sizlarga. Mana biz bu sopunimizni qo'shiq bilan ilib, bu sopun tepidan qismiga tökdim. Mana suda yerini töküme. Andan keyin bu qismiga yumshatadigan xushbiroq qilganlik töküme. Bu yetarlik. Bu tarafga hech bir narsa tökmayman. Sopunimni yerini ishlatdim, mana ko'rganinglardek. Endi buni mang'izma. Bu dasturxon bo'lganligi uchun men buni bu narin yiqimida yuymayman yani. Mana narin 1 soat 14 minut deydi. Buni men bu yana eng az 1 soat 14 minut. Buni mang'izdim. To'xtan qaldığını ko'ramiz. Mana bizning kiralıqımız to'xtadi. İçideki sopunmu apti hammasini. Hamda biz kiralıqımızda kiyimni elib ko'rib boqaylik. Mana ko'rdinglar? Aqalatda chiqadi. Ben buni esib yeni bir ko'ksib bermoqchi sizlarga. Mana musha dog' batdi, mana mush gulda bu dog'larni butun chiqiribdi. Ya'ni oq kiyimlarga bu bek yaxshi. Mushuni sanab ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'rsatdim bu. Hech bir nima yo'q mush holatda. Ko'rsanglar bo'ladi. Bek mehnat bo'lib qolsa kiyimlar bu tarafga lekin chiqaruvchi to'ksanglar bo'ldi. Ondan keyin buning orasiga limon tuzi bo'ldi-ku. Limon tuzini so'qib, unda kalatga kirib uni aralashtirib to'ksanglar bo'ladi. Chamashir sodasi qilsanglar bo'ladi, aralashtirsanglar. Burak istep bir narsa bor, uni aralashtirsanglar bo'ladi.